Shahridamiz, ya'ni Terzi bozorida yonida joylashgan Sifat brendi, Sifat uz brendi ostida ishlab chiqarilayotgan qo'yxonalarda yasab chiqariladigan Shavkatjon akamiz sexlariga kelganmiz akalar. Bu joydan biz 3-4 marotaba syomka qilganmiz. Yangiliklar bugun o'ta ham ko'p. Qo'ylarga, mollarga tarozilar katta-kichikda va tayyor oxirlar qo'yxona qurishdan ham kerak qolmabdi akalar. Shunday bor oldin to'sib qo'ya qolasiz. Xudo xolasa akalar, yangiliklar juda ham ko'p ekan. Shular chiroyli syomka qilib beramiz. Ikkisi o'zlari har doim yaqinda yonida usta bolani o'zi akalar bu. O'rtakash, assalomu alaykum. Shavkatjon, yaxshimisiz? Sizmisiz? Assalomu alaykum, Hayot akam kanalining obunachilari. Xudo xolasa bugungi videomizda qo'ldan kelgancha yangiliklar, ideyalar qilganmiz. Qo'ldan kelgancha tanishtirib o'tamiz. To'xtash yo'q bu yigitda, umuman to'xtash yo'q. O'zi usta. Hammasi o'zi qo'l mehnati bilan, oshna og'ayni, aka-ukalar bilan birgalikda qilinadi. Xudo xolasa, hali olib sotar nima emas biz. Hammamiz o'zimiz seximiz, mana shu seximiz. Ko'chada ham reklamaga olib chiqib qo'yganmiz. Ularni ham bir qator ko'rsatamiz. O'zingiz manzilni to'shni aytib qo'ying shu atrofda. Marg'ilon Terzi bozoridan o'tgandan keyin Mo'stayiga. Mo'stayiga tushsa o'zi qo'yxona reklamalarimiz tayyor turibdi. Birinchi Shavkatjon bo'lsa yangiliklardan boshladik, keyin sizlar qo'y-kataylar narxini aytasiz. Xudo xolasa aka, bu oxirimizni bitta echki boqayotgan Haylo akamiz bor, Marg'ilonda. O'sha kishim ideya berdilar, mana shunaqa narsalar yasab bering dedilar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yasab berdik. Bu oxirimizga keladigan bo'lsa, 8 ta qo'yga oxir bo'ldi. Bitta-bittadan kirib 8 ta qo'y yem yeyoradi. Kirgandan keyin bitta sim qo'yib qo'ysam, baribir kallasini uryapti dedilar. Menga jichi allaqara qilib bering, orasini katta. Hali mol fermalaridagidan bo'pti-da, ha? Bir-biriga mushat qilmaydi dedilar. Bir-biriga mushat. Keyin hali ikki tomon to'sib turib, ikki tomon to'sgan holatida oxirga bemalol yem bersa ham bo'laveradi, suv bersa ham bo'laveradi. Asinkovinniy nimadan bo'lgan, materialistdan bo'lgan. Suv yem berilaveradi. Berganingizdan keyin atxotlar qolib ketgandan keyin navachasiga tushaveradi aka. Gap yo'q. Akalar bu qo'yxona emas, bu hozir oxir. Bu prosta qo'ydi qamash uchun nima qilib qo'ydi mana. O'zi bitta addenniy bo'ladi, mana. Shlaka bo'lib shunday p urib turib qo'yxona qilib qo'ysa bo'laver ekan-da. Mashina to'siladi, oldi addenniy bo'ladi. 8 ta qo'yga mo'ljallanganda narxi 1.800.000 so'm, 6 ta qo'yga mo'ljallangan narxi 1.400.000 so'm. 1.400.000. Buni masalan uzunroq, kaltaroq qilib bersa qilib berilaveradi. Qilib beraveradi, razmerga qarab qilib beraveradi. Razmerga qarab qilib berilaveradi. Akalar go'shti zo'r chiqdi mana. Masalan, joyiz bo'lsa, mana G urilgan bo'lsa ham ikkala tarafiga shunday oxirida olib kelib, shuni o'rnashtirsangiz qo'yxona tayyor ekan. Qo'yxona tayyor. Yer qo'yxona yoki bog'roqlarga arqa tarafini reshetka bilan, reyka bilan to'sib turib oldiga qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Bo'laveradi, qanaqa holatga. Dastlabki xizmatlar qanaqa bo'lyapti? O'zbekiston bo'yicha bor, kelishilgan holda hamma yoqqa olib beriladi. Telefon qilinsa kelishini olib beriladi. Lekin zo'r chiqdi ekan. Hammasi og'doriladi o'zi, bular, ha? Hammasi og'doriladi. Hammasi og'doriladi, ana. Vobshe zo'r. Mayda shoxli va yirik shoxli hayvon boqadigan, qo'y, echki boqadigan akalarga o'ta ham bir zo'r nima bo'pti akalar, ideya, gap yo'q. O'sha Shavkatjon aytishyapti. Hali kalalar sig'may qoldi deganlar, bemalol kalalar sig'averadi mana. Shavkatjon aytganlaridek, obunachilar o'sha qo'y boqadigan, echki boqadiganlar ideya berishar ekan ko'pincha. To'g'rimi? Ha, ideya berishadi, ideyaga qarab qilib beraveramiz. Misoldan menga bunaqa qilib bering, ikki etash qilib bering, tomli qilib bering deganlarga qarab ketilaveradi. Tarozidan ham zakaz tushadi, o'shaning uchun tarozilarni ham hisob qo'ydik. Xudo xolasa 600 kilogacha ko'taradi, zaryati 15-20 kungacha yetaveradi, ishlatishga qarab. Narxi $320. Bu qo'yga bu, ha? Qo'yga 600 kilogacha ko'taraveradi. 600 kilogacha. Bu mol tarozimiz bor. 2 tonnagacha ko'taradi, yig'ishtirib taklanadi. Buni narxi $520. Yig'ishtirib taklab qo'ysa bo'laveradi. $520 bu. 2 tonnagacha tortaveradi. 2 yil garantiyasi bor. Xudo xolasa hali beatga, xudo xolasa ishlaydi. Qo'ydiki ham 2 yil garantiyami? Ikkosi ham 2 yil garantiya, faqat shu shtekirlariga miyalariga suv tegmasa bo'ldi, pana joyda tursa bo'laveradi. Yo'q, men o'zim sivarishman, ustaman, pasini o'zi kerak deganlar, pasini o'zi ham bor. Qancha pasini o'zi? Pasini o'zi $420. $420. Bu $100 bu material ketadi. O'shani hisobiga nima qilib qo'yganmiz? Material tayyor qilib qo'yganmiz. Agarda o'zim tevasini qilib olaman, ko'chmaygan qilib yo meva tortaman deganlarga mana shu holati ham bor. Ha, kerak gap yo'q. Qo'ydikini qancha dedingiz? Qo'ydiki $320. Ha, $320. Qo'y mol tortadigan akalar, tarozi uyga olib borib qo'yaman, kerak bo'ladi deganlarga aloqaga chiqasa, Shavkatjondan xudo xolasa yetkazib beriladi. Oxirlarimiz bor. Oxirlarimiz birinchi chiqargan turetskiy oxirimiz bu aka. Bo'ldi akalik qiluvdi, jicha tergani qiynalyapmiz dedi. Keyin oyoqlarini ham jicha ingichka qilib qo'ygan ekanmiz. O'shaning uchun xudo xolasa buni yig'ishtirib taklanadigan qilganmiz. Hozir yig'ishtirib taklab ko'rsatib beramiz. Bo'ldi. Mana hurmatli akalar, bu sochilar ekan. Sochilarga olinadi. Olaveramiz aka, qo'ying. Adani. Buni ham sotamiz. Ko'taring, chiqaring. Qo'ying, shuni yerga qo'ying. Dastavka xizmatlariga ham qiyinchilik bo'lmaydi, ichiga solib qo'ying. Shuni solib qo'yiladi. Bularni ham o'yladi aka, shpingalar gaka bolt qilinsa tushib qolyapti, yo'qolib qolyapti deganlarga mana shu qilib qo'yiladi. Bo'ldi mana. Kilik. Uni solib turib, bunday baqa bo'ladi, bo'ldi. Gap yo'q, zo'r chiqdi-da, u ham, ha? Bularning narxi
oyog'i legirovka bo'lmaygani bor 1 million 200 ming so'm. Oyog'i legirovka bo'lgan 1 million 400 ming. Tushib ko'tariladi bu. Tushib ko'tarilaveradi. Xohlasangiz yemliligini ko'tarasiz, xohlasangiz pastini ko'tarib tushiraverasiz. Xohlasangiz yemlikni, xohlasangiz tushib ko'taradi. Gap yo'q. Akalar buni nimaga bunaqa yangi boqadi, nima uchun bu bunaqa deganlarga hashaydi nimani masalan vaqtingiz yo'q, jodini o'tkazishga vaqtingiz yo'q. Cheka tashab qo'yaverasiz. O'z tortmaydan teriydi, to'kilgani mana yerga tushadi. Xullas, nima deydi? Yerga isrof bo'lmaydi, to'kilib ketmaydi. Video davomida hozir qo'ylarga ham bitta yegizdirib ko'rsatib beramiz, hali tushunmay qolganlarga, xudo xolasa. Gap yo'q.